Ba'zi do'stliklar shunchaki tanishuv bilan boshlanmaydi. Ular yurakdan boshlanadi. Men dugonam bilan 2020-yilda tanishganman. O'sha paytda men umuman o'ylamagandim. U mening hayotimning bir qismiga aylanib ketishini. Chunki men yillar davomida do'stsiz o'tgan edim. Lekin aynan o'sha 2020-yil men uchun eng quvonchli, eng unutilmas yil bo'ldi. Bilasizmi nega? Chunki u meni tushungan yagona inson bo'ldi. U dardlarimni, hislarimni eshitdi, bilmaganimni o'rgatdi, tushunmaganimni tushuntirdi, menga motivatsiya berdi, o'zimga bo'lgan ishonchimni qayta tikladi. Biz har kuni, har soatda gaplashardik. Telefonda birga har xil o'yinlar o'ynardik. Kunlarimiz deyarli shunday o'tardi. Oddiy, lekin juda qadrli. Eng achinarlisi shuki, u mendan uzoqda yashaydi. U boshqa joyda, men boshqa joyda. Lekin masofa bizni ajrata olmadi. Hozir ham ajrata olmaydi. Hatto bizni birga tushgan bitta ham rasmimiz yo'q. Aytishadi-ku, yaqin do'stlar rasmga tushmaydi. Chunki ko'rishganida gaplashib o'tirib hamma narsani unutib qo'yadi deb. Balki biz ham shundaymiz. Hayotimiz shu tarzda davom etdi. 2022-yilda men video yasashni boshlaganimda ko'pincha unga atib videolar qilardim. Shuning uchun mening ko'p videolarim aynan dugonalar haqida. Aslida men TikTok ochmoqchi ham emas edim. Lekin u menga TikTok och, sen ko'tarilasan degandi. Qadam-qadam hammasini o'rgatgan, qayerda nima qilishni, qanday davom etishni tushuntirgan. Bugun bir tarafdan qarasam, shu ozgina mashhurligimning orqasida ham u bor. Hatto kanal nomimni ham u topib bergan. Bu nom chiroyli turadi degandi. Keyin aynan shu nom bilan Instagram, TikTok va YouTube kanallarimni yuritdim va odamlar meni aynan shu nom bilan tanidi. U men uchun jon kuydirgan inson. Meni hech qachon yomonlamagan, g'iybat qilmagan, agar boshqalar gapirsa, meni himoya qilgan, hatto ular bilan urushgan. Albatta, oramizga sovuqchilik tushirmoqchi bo'lganlar ham bo'ldi. Lekin bu uzoqqa cho'zilmadi. Biz yana yarashdik, yana do'st bo'ldik va hozirgacha yaqinmiz. Nega men u haqida gapiryapman bilasizmi? Agar mening oldingi videomni ko'rgan bo'lsangiz, bilasiz, o'sha payt meni deyarli hamma ajratgan edi. Lekin u meni ajratmadi. Meni kimligim, qanday inson ekanligim unga umuman qiziq emasdi. U meni borligimcha qabul qildi. Men yiqilganda u meni o'rnimdan turishga yordam berdi. Qiyin vaziyatga tushsam, yonimda bo'ldi. Men uchun har narsaga tayyor edi. Endi aytingchi, qanday qilib men bunday inson bilan ajralib ketishim mumkin? Onam mening eng yaqinim bo'lsa, dugonam ham shunday. Yillar davomida juda ko'p qiynaldim, lekin u hayotimga kirib kelganidan keyin hayotim o'zgardi. Yuragim tinchlandi, o'zimga bo'lgan ishonchim paydo bo'ldi. To'g'ri, hozir biz o'qishlarimiz, ishlarimiz bilan bandmiz. Mayli, har kuni gaplashmaylik, lekin baribir u har doim mening qalbimda. Hayotimdagi eng yaqin dugonam. Men nima qilsam ham u bunga arziydi. Shu 2026-yilda esa do'stlashganimizga 6 yil bo'ldi va bu do'stlik mangu bo'ladi. Men uni juda yaxshi ko'raman. Baringa ming shukr, saodatimsan, Allah in'om etgan omonatimsan.